Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun men siz bilan juda jiddiy va har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu shunday bir mavzuki, uni har bir pensioner va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan har bir inson eshitishi shart. Ehtimol siz ham qanday qilib pensiyamning yarmini olib qo'yishlari mumkin deb hayron bo'layotgandirsiz. Afsuski, bu haqiqat va ko'pchilik uchun achchiq haqiqatga aylanishi mumkin. Yangi qoidalar, yangi jarimalar va yangi majburiyatlar shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun hozir to'xtab, videomni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bu ma'lumot sizning kelajagingiz uchun kritik ahamiyatga ega. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Keling, avvalo muammoning ildizlariga nazar tashlaylik. Avvallari ko'pchiligimiz pensiyani daxlsiz deb hisoblar edik. Ya'ni pensiya bu davlat tomonidan beriladigan, keksaygan vaqtda yagona daromad manbai bo'lib, u hech qanday holatda kamaytirilmaydi degan keng tarqalgan tushuncha mavjud edi. Ha, kichikroq jarimalar, ba'zi kommunal to'lovlar uchun sud qarorlari bo'lishi mumkin edi. Ammo pensiyadan katta foizlarda pul undirish holatlari kam uchrar. Bu jarayon murakkab va uzoq davom etar edi. Qarzlar asosan mol-mulk yoki bank hisoblaridan undirilardi. Pensiyaga tegish juda oxirgi chora hisoblanardi. Ko'pchilik pensionerlar o'z pensiyalarini to'liq olishlariga ishonchlari komil edi. Bu tushuncha qisman to'g'ri edi. Chunki amaldagi mexanizmlar bu qadar samarali va tezkor emasdi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Qonunchilikdagi o'zgarishlar, ayniqsa ijro etish mexanizmlarining takomillashishi va raqamlashtirilishi tufayli pensiyadan pul undirish jarayoni ancha soddalashdi va tezlashdi. Endi nafaqat sud qarorlari asosida, balki ba'zi hollarda avtomatik tarzda ham pensiyaning katta qismini, hatto EXIM foizigacha bo'lgan miqdorini ushlab qolish mumkin. Bu o'zgarishlar nimadan dalolat beradi? Bu shundan dalolat beradiki, davlat qarzdorlikni undirishga va qonunchilikka rioya etilishiga jiddiyroq e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa kommunal to'lovlar, soliqlarni o'z vaqtida to'lamaslik, kredit majburiyatlari va hatto ma'muriy jarimalar bo'yicha qarzdorliklar endi o'z vaqtida hal qilinmasa, pensiyangizga jiddiy tahdid solishi mumkin. Endilikda ijro idoralari banklar bilan to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot almashish tizimlariga ega bo'lib, bu jarayonni ancha tezlashtiradi. Pensiya mablag'lari ham bank kartalariga tushganligi sababli bu mablag'larga nisbatan ijro harakatlari osongina qo'llanilishi mumkin. Demak, pensiyamga hech kim tegmaydi degan eskirgan tushuncha endi dolzarb emas. Endi esa ushbu muammoni yanada chuqurroq tushunish uchun kim tashvishlanishi kerak va kimning pensiyasi xavf ostida emas degan savollarga javob beraylik. Bu bo'lim juda muhim, chunki u sizning shaxsiy vaziyatingizga taalluqli bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda har qanday turdagi qarzlari bor odamlar. Bu shunchaki bir qarz emas, balki qonuniy kuchga ega bo'lgan va sud yoki boshqa vakolatli organ tomonidan tasdiqlangan majburiyatdir. Keling, buni aniq misollar bilan ko'rib chiqaylik. Bir misol: kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 7 yoshli Guliston Aya ismli bir pensionerimiz bor. U kishi ko'p yillardan beri yakka yashaydi. Oilasi uzoqda, ba'zan to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishga qiynaladi. Bir necha oy davomida u elektr energiyasi, gaz, suv va axlat yig'ish uchun to'lovlarni unutib qo'ygan yoki shunchaki to'lashga imkoni bo'lmagan. Qarz miqdori 3 million so'mdan oshib ketgan. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar avval ogohlantirishlar yuborishgan, ammo Guliston Aya ularni e'tiborsiz qoldirgan yoki tushunmagan. Oxir-oqibat tashkilot sudga murojaat qilgan va sud Guliston Ayadan qarzni undirish haqida qaror chiqargan. Sud ijrochilari bu qarorni Guliston Ayaning pensiya hisobiga yuborishgan. Natijada har oy uning pensiyasidan qarz to'lanmaguncha pensiyaning erkin foizi ushlab qolinadigan bo'lgan. Tasavvur qiling, Guliston Ayaning pensiyasi 2 million so'm bo'lsa, u endi bor yo'g'i 2 million so'm oladi. Bu esa uning yashash sharoitini sezilarli darajada og'irlashtirishi mumkin. Bu juda real va keng tarqalgan holat. Ikki misol: soliq qarzlari. Samarqand viloyatida yashovchi 65 yoshli Rahim bobo bor. Uning nomida kichik bir yer uchastkasi va eskiroq avtomobil bor. U har yil yer solig'i va mol-mulk solig'ini to'lash kerakligini biladi. Ammo ba'zan uning esdan chiqadi yoki bankka borishga erinadi.
bir necha yil davomida yig'ilgan soliq qarzi 1 million so'mga yetgan. Soliq idorasi avval ogohlantirish xatlari yuborgan, keyin esa uning ishini sudga oshirgan. Sud qarori bilan Rahim boboning pensiyasidan har oy 25% miqdorida ushlab qolish buyurilgan. Natijada uning pensiyasi ham kamayib, kundalik ehtiyojlarini qondirishga qiynalgan. Bu holat ayniqsa mulk egalari orasida keng tarqalgan bo'lib, kichik soliqlar ham yig'ilib katta summaga aylanishi mumkin. Uch misol: bank kreditlari va mikroqarzlar bo'yicha majburiyatlar. Toshkent viloyatida yashovchi 8 yoshli Nodira opa ismli bir ayol o'zining jiyaniga bankdan kredit olishda kafil bo'lgan. Jiyani biznes boshlash uchun 25 million so'm kredit olgan, ammo ishlari yurishmay, kreditni to'lay olmay qolgan. Bank shartnomaga binoan birinchi navbatda qarzni jiyandan undirishga harakat qilgan, ammo bu imkoni bo'lmagach, kafil sifatida Nodira opadan talab qilgan. Nodira opa bu qarzni to'lashga qodir emas edi. Bank sudga murojaat qilgan va sud Nodira opaning pensiyasidan har oyda kredit qarzini qoplaguncha 35% miqdorida ushlab qolish to'g'risida qaror chiqargan. Bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan jihat shuki, siz boshqaga kafil bo'lish orqali ham o'zingizni qiyin vaziyatga solib qo'yishingiz mumkin. Kafil bo'lish bu juda katta javobgarlik. 4 misol: aliment to'lovlari. Keksaygan yoshda ham ba'zilar farzandlariga aliment to'lash majburiyatidan ozod qilinmaydi. Agar pensiya yoshidagi bir shaxsning aliment bo'yicha qarzdorligi yig'ilib qolsa, sud ijrochilari pensiyaning 7% gacha bo'lgan qismini ushlab qolishlari mumkin. Bu ayniqsa bir necha oilada farzandlari bo'lgan va aliment to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirmagan shaxslar uchun dolzarb. 5 misol: yo'l harakati qoidalari buzilishi bo'yicha jarimalar va sud orqali qoplash belgilangan zarar. Tasavvur qiling, 75 yoshli Haydar bobo o'zining eski avtomobilni haydab ketayotib, yo'l qoidasini buzgan va jarimaga tortilgan. Jarima miqdori 300 ming so'm bo'lgan. U bu jarimani to'lashni unutgan. Bir necha oydan so'ng jarima summasi oshib sud ijrochilariga o'tkazilgan. Ijrochilar Haydar boboning pensiyasidan shu jarimani ushlab qolish haqida qaror qabul qilishgan. Boshqa bir holat: Haydar bobo avtomobilda kichik yo'l transport hodisasiga uchragan va sud uni boshqa avtomobilga yetkazilgan zarar uchun 2 million so'm to'lashga majburlagan. Agar bu summani o'z vaqtida to'lamasa, uning pensiyasidan bu summani qoplaguncha ma'lum bir foiz ushlab qolinadi. Bu kabi misollar shuni ko'rsatadiki, har qanday moliyaviy majburiyat, u kichik bo'ladimi yoki katta, o'z vaqtida hal qilinmasa, pensiyangizga tahdid solishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Aksincha, kimlarning pensiyasi xavf ostida emas? Bu savolga javob juda oddiy. O'zining barcha moliyaviy majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajaradigan, qarzdorligi bo'lmagan pensionerlar xavotirlanishlari shart emas. Agar siz kommunal to'lovlarni doimiy ravishda o'z vaqtida to'lasangiz, soliq majburiyatlaringizni uning muddati kelishi bilan ado etsangiz, banklardan kredit olmagan bo'lsangiz yoki agar olgan bo'lsangiz, uni muntazam to'lab borsangiz, hech kimga kafil bo'lmasangiz, sud qarorlari bo'yicha boshqa majburiyatlaringiz bo'lmasa, ma'muriy jarimalarni darhol to'lasangiz va eng muhimi, doimiy ravishda o'z moliyaviy ahvolingizni nazorat qilib borsangiz, demak sizning pensiyangizga hech qanday tahdid yo'q. Siz xotirjam yashashingiz mumkin. Bu shuni anglatadiki, faol va mas'uliyatli fuqarolar har doim o'z huquqlarini va moliyaviy barqarorligini himoya qila oladilar. Endi esa qoidalardagi istisnolar, e'tibordan chetda qoladigan jihatlar va unchalik aniq bo'lmagan nozikliklar haqida gaplashaylik. Bu qism ham o'ta muhim. Chunki ba'zida siz o'zingiz bilmagan holatda ham qarzga botishingiz mumkin. Pensiyadan pul ushlab qolishning istisnolari va himoyalangan summalari. Ko'pgina mamlakatlarda, shu jumladan O'zbekistonda ham pensionerning minimal yashash uchun zarur bo'lgan mablag'i qonun bilan himoya qilingan. Ya'ni sud ijrochilari sizning pensiyangizdan qarzlarni undirayotgan bo'lsa ham, ular pensiyaning ma'lum bir minimal qismini sizning ixtiyoringizda qoldirishlari shart. Bu tirikchilik minimalligi yoki eng kam ish haqiga teng bo'lishi mumkin. Masalan, agar pensiyaning FI% ushlab qolinishi kerak bo'lsa-yu, qolgan FI% eng kam yashash darajasidan past bo'lib qolsa, ijrochilar kamroq foizni ushlab qolishlari kerak. Bu himoya mexanizmi pensionerlarni butunlay mablag'siz qolib ketishdan asraydi. Ammo bu qoida barcha turdagi undirishlarga ham birdek qo'llanilavermaydi. Masalan, aliment bo'yicha qarzdorliklar yoki o'ta og'ir jinoyatlar natijasida yetkazilgan zararni qoplashda
pensiyaning katta qismi ba'zan minimal chegaradan ham oshib ketishi mumkin. Bu juda nozik jihat. Shuning uchun har bir holat alohida ko'rib chiqiladi va qonuniy maslahat olish juda muhim. E'tibordan chetda qoladigan tuzoqlar. Bir ogohlantirish xatlarini e'tiborsiz qoldirish. Ko'pchilik pensionerlar pochta orqali kelgan xatlarni o'qishga erinadi. Ularni oddiy reklama yoki keraksiz qog'oz deb hisoblaydi. Ammo bu xatlar orasida soliq idorasidan, kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlaridan, banklardan yoki sud ijrochilaridan kelgan ogohlantirishlar bo'lishi mumkin. Bunday xatlarni o'qimaslik bu o'z muammongizni yanada chuqurlashtirish demakdir. Qarzdorlikni tekshirmaslik. Ba'zan siz o'zingizning nomingizda qandaydir qarz borligidan bexabar bo'lishingiz mumkin. Masalan, siz yillar oldin sotib yuborgan avtomobilingizni hujjatlarini to'liq rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, uning solig'i hali ham sizning nomingizda bo'lishi mumkin. Yoki qo'shningizning suv yoki gaz hisoblagichi buzilgan bo'lsa-yu, lekin o'zining nomida bo'lganligi sababli sizning hisobingizga ortiqcha to'lov yozilgan bo'lishi mumkin. 3. Kafillik majburiyatlari. Yuqorida Nodira opa misolida ko'rganimizdek, boshqalarga kafil bo'lish juda xavfli. Ko'pchilik yaxshi niyat bilan qarindoshlari yoki do'stlariga yordam berishga intiladi. Ammo ularning moliyaviy mas'uliyatsizligi sizning pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin. Firibgarlik sxemalari. Afsuski, pensionerlar ko'pincha firibgarlik qurboniga aylanadilar. Ba'zi shaxslar o'zlarini sud ijrochilari, bank xodimlari yoki soliq idorasi vakillari sifatida tanishtirib, go'yoki mavjud bo'lmagan qarzlarni to'lashni talab qilishadi. Doimo bunday holatlarda hushyor bo'ling va ma'lumotni tekshiring. Uchalik aniq bo'lmagan nozikliklar, oilaviy munosabatlardagi qarzlar. Ba'zan er-xotin ajrashganda birgalikda olingan kreditlar yoki kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlar kimning zimmasida qolishi aniq belgilanmaydi. Bunday holatlar ham pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, er yoki xotindan birining nomiga rasmiylashtirilgan, ammo birgalikda foydalanilgan uy-joyning kommunal to'lovlari bo'yicha qarzdorlik ajrimdan keyin ham undirilishi mumkin. Meros bo'yicha o'tgan qarzlar. Agar siz marhum qarindoshingizdan meros qabul qilsangiz, meros bilan birga uning qarz majburiyatlari ham sizga o'tishi mumkin. Bu qarzlar ma'lum bir muddatdan so'ng sizning pensiyangizga ham tahdid solishi mumkin. Elektron hukumat xizmatlarining roli. Hozirgi kunda Davlat xizmatlari agentligi portali, Soliq qo'mitasi portali, buyurtma ijro portali kabi elektron platformalar orqali o'z qarzdorliklaringizni tekshirish imkoniyati mavjud. Ko'pchilik pensionerlar bu imkoniyatlardan foydalanishni bilmaydi yoki ularga ishonmaydi. Ammo bu o'z moliyaviy barqarorligingizni nazorat qilishning eng samarali yo'llaridan biridir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz: amaliy maslahatlar. Bu bo'limda men sizga aynan nima qilishingiz kerakligini, qanday harakatlanish kerakligini, qaysi idoralarga murojaat qilish kerakligini aniq ko'rsatmalar bilan tushuntiraman. Bu ma'lumotlarni yaxshilab eslab qo'ying. 1. Qarzdorliklaringizni muntazam tekshiring. Bu eng asosiy va eng muhim qadamdir. Kommunal xizmatlar, elektr, gaz, suv, axlat har oyda kvitantsiyalaringizni tekshiring. Agar qog'oz kvitansiyalar kelmayotgan bo'lsa, mahalliy xizmat ko'rsatish bo'limlariga borib shaxsiy hisob kitobingizni so'rab oling yoki bank ilovalari orqali, masalan, Payme, Klik va boshqalar o'z hisobingizdagi holatni tekshiring. Ko'pchilik pensionerlar bu ilovalardan foydalana olmaydi. Shuning uchun farzandlaringiz yoki nabiralaringizdan yordam so'rang. Ular sizga hisob holatingizni onlayn ko'rib berishlari mumkin. Soliq qarzlari, yer, mol-mulk, transport. Mahalliy soliq idorasiga murojaat qiling yoki soliq qo'mitasining rasmiy veb soliq.uz orqali o'z shaxsiy kabinetida ma'lumotlarni tekshiring. Jismoniy shaxslar uchun soliq qarzlari haqida ma'lumot olish juda oson. Pasport ma'lumotlaringiz orqali tekshirish imkoni bor. Bank kreditlari va mikroqarzlar. Agar siz yoki siz kafil bo'lgan shaxsda kredit bo'lsa, bankning o'ziga murojaat qilib, kredit tarixi va qoldiq qarz haqida ma'lumot oling. Har bir bankning mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limi mavjud. Sud ijrochilari qarzdorligi, Adliya vazirligi huzuridagi majburiy ijro byurosi IB, rasmiy veb-sayti Mibuz orqali o'z ismingizga nisbatan ochilgan ijro ishlari bor yo'qligini tekshiring. Bu saytda pasport ma'lumotlari orqali tekshirish imkoniyati mavjud. Bu juda muhim, chunki ko'pchilik sud qarorlaridan bexabar qolishi mumkin. Ma'muriy jarimalar, yo'l harakati qoidalari buzilishi, YXBB ning rasmiy sayti orqali yoki DX portali orqali avtomobilingizga nisbatan jarimalar bor yo'qligini tekshiring. 2.
Agar ogohlantirish xati yoki bildirishnoma olsangiz, uni e'tiborsiz qoldirmang. Birinchi qadam, xatning haqiqiy ekanligiga ishonch hosil qiling. Unda ko'rsatilgan tashkilotning aloqa raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qilib, ma'lumotni tasdiqlang. Firibgarlar nomidan kelgan xatlarga ishonmang. Asl xatda doimiy rasmiy muhr, tashkilot nomi, manzil va aloqa raqamlari aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Ikkinchi qadam, imkon qadar tezroq xatda ko'rsatilgan tashkilotga, soliq, kommunal, bank, mayb murojaat qiling. Vaziyatni tushuntiring va qarzning sababini aniqlang. Ba'zan xatolar yoki tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, agar qarz haqiqatan ham sizga tegishli bo'lsa, uni to'lash yo'llarini izlang. Agar bir martalik to'lovga qurbingiz yetmasa, bo'lib to'lash imkoniyatini reja so'rang. Ko'pgina tashkilotlar qarzni bo'lib to'lashga ruxsat berishadi, ayniqsa pensionerlar uchun. Bu jarayonni sudga yoki ijrochilarga yetkazmasdan hal qilishga harakat qiling. Qarzni to'lash yoki bahslashish, to'lov rejasi, agar qarzni birdaniga to'lashning imkoni bo'lmasa, kredit beruvchi bilan bank, kommunal xizmat bog'lanib, to'lov jadvali tuzishni so'rang. Bu sizga moliyaviy bosimni yengillashtirishga yordam beradi. Bunday kelishuvlar ko'pcha notarial tartibda tasdiqlanadi. Qarzga e'tiroz bildirish, agar siz qarzni asossiz deb hisoblasangiz, unga e'tiroz bildirishingiz mumkin. Buning uchun barcha dalillarni, to'lov kvitansiyalari, shartnomalar, xatlar to'plab tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling. Agar bu foyda bermasa, sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu jarayonda advokat yordami juda muhim bo'lishi mumkin. Sudga murojaat qilish uchun ariza yozish, dalillarni taqdim etish va sud majlislarida ishtirok etish kerak bo'ladi. 4. Profilaktik choralar. To'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish. Bu eng samarali usul. Barcha to'lovlarni, hatto eng kichiklarni ham belgilangan muddatda to'lang. Agar buning uchun farzandlaringiz yordam bera olsa, ulardan yordam so'rang. Avtomatik to'lov xizmatlaridan foydalanishni o'rganing. To'lov kvitansiyalarini saqlash. Har bir to'lov uchun kvitansiyani yoki elektron chekni kamida 3 yil davomida saqlab qo'ying. Agar biror tushunmovchilik yuzaga kelsa, bu sizning haqligingizni isbotlovchi asosiy hujjat bo'ladi. Kafillikka ehtiyot bo'lish. Kimga kafil bo'lishdan oldin 1000 marta o'ylab ko'ring. Boshqa shaxsning qarzi sizning shaxsiy moliyaviy muammoingizga aylanishi mumkin. Kafil bo'lishdan oldin har doim shartnomani diqqat bilan o'qib chiqing. Doimiy ravishda ma'lumotlarni tekshirib turish. Yuqorida aytib o'tganimdek, soliq va ijro idoralarining rasmiy saytlari orqali o'z nomingizda qarzdorlik bor yo'qligini muntazam tekshirib turing. Bu xuddi sog'ligingizni tekshirganingizdek muhim. Oilangizni xabardor qiling. Agar siz yosh jihatidan barcha qonuniy va moliyaviy masalalarni kuzatishga qiynalsangiz, farzandlaringiz yoki ishonchli qarindoshlaringizni o'z moliyaviy ahvolingizdan xabardor qilib boring. Ularga yordam so'rashdan uyalmang. Axir oila bu tayanch. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek pensiyamni daxlsiz deb hisoblash davri ortda qoldi. Yangi qoidalar va ijro mexanizmlari pensiyamizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ammo vahimaga tushishga hojat yo'q. Eng muhim bu ma'lumotdan xabardor bo'lish, hushyorlikni yo'qotmaslik va o'z moliyaviy majburiyatlaringizga mas'uliyat bilan yondashishdir. Qarzlaringizni muntazam tekshirib turing. Ogohlantirish xatlarni e'tiborsiz qoldirmang va har qanday shubhali vaziyatda mutaxassislardan, ya'ni yuristlardan maslahat olishdan cho'chmang. Faqat shu yo'l bilan siz pensiyangizni himoya qila olasiz va keksalik yoshingizni xotirjam o'tkaza olasiz. Umid qilamanki, bugungi videom siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar bu mavzu bo'yicha sizda savollar, takliflar yoki shaxsiy tajribangiz bo'lsa, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelgusida yanada ko'proq foydali ma'lumotlar tayyorlashga ilhom beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang va moliyaviy barqarorligingizga e'tiborli bo'ling. Salomat bo'ling.